kiring. Yana? Ha? Assalomu alaykum. Yaxshi. Seni olib keldim ayolni. Xo'p, hozir. Voy nega bitta ayol? Ikkisini ishini eplayman dedilar. Ha, mayli, yaxshi. Unda siz boravering. Aytgandek, bozorliklarni qilish esingizdan chiqmasin. Xo'p, mayli, yana. Xo'p, mayli. Shefga aytib qo'yasiz? Xo'p, yaxshi. Xo'p. Voy, Layloxon. Assalomu alaykum kenaya. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Mardikor bozorga chiqadigan bo'ldingizmi? Shunaqa bo'lib qoldi kenaya. Hech qayerga ishga olishmayapti. Voy, tushunmadim. Bu qanaqasi bo'ldi axir? Dadasi? Dadasi, qarab boring. Ha? Laylo? Kesingni. Yaxshimisan? Rahmat akajon. O'zingiz yaxshimisiz? Dadasi Layloxonni Botir Mardikor bozoridan olib keldi. Nima qildi? Singlim begona emas. Pul begona bo'lmaydi. Qo'l oyog'i chaqqon singlimmi? To'g'rimi Laylo? Axir qanday qilib ularga ish buyuraman? Menga xotin, tirikchilikda aybi yo'q. Singlim o'z oyog'i bilan keldi. Buni hech kim majburlab olib kelgani yo'q, to'g'rimi? Ishini qilib, pulini oladi. Oldin bir piyola choy ichib olsin. Shart emas. Qornim to'q aka. Yaxshi, qorning to'q bo'lmasa, ish tezroq boshla. Sen ketishingni oldin ishlar ko'rsatib ket.